yangi O'zbekiston yoshlarini yanada qo'llab-quvvatlash, tizim rahbarlari o'ziga biriktirilgan yoshlar bilan uchrashlari, ularni takliflarini eshitish belgilab berilgan. 8 yildan beri biz mana shu uy-joy qurish bo'yicha shug'ullanib, dom qurib yuribmiz. Mana Yangibog' mahallasida 3 ta ko'p qavatli uy ko'tarildi. 152 ta xonadon, 400 ga yaqin aholi uy bilan ta'mirlanmoqda. Shu o'zimizning asosiy ishonimiz sifat, tezlik, odamlar ishonchi. Mana shunday yosh yigit Yangiyo'l shahrida 10 ga yaqin ko'p qavatli uylarni ko'tarayotganligi bu davlat rahbarimizning yoshlarga bo'lgan ishonchini oqirayotganligidan dalolatdir. Ishlaganlarga ham, boshliqlarga ham, stroy material yetkazib berganlarga ham katta rahmat. Barakalloh sizga, rahmat. Barcha mana shu uy egalariga to'y muborak bo'lsin deyman. Uy muborak bo'lsin, buyursin deyman. Sharoitlarga ega bo'lgan ko'p qavatli uylar baxtli oilalarga topshirildi. Mening yuraginimga